Yomon so'ramadim mashinada. 7 million bo'lsa bering, olib sotib bo'lib ketadi. Sizni ham qutiltiraman. Xo'p. Mashina olaman dedim. Mayli, o'sha boyagi Spark yoqqan bo'lsa, savdosi ko'rdingiz. Bitta eng yaxshi tomonini aytaymi? U Sparkni siz olsangiz, mana savdosini hech kimga bitdi. 34 million 800 ming so'mga, biling sizga 34 million 800 ming so'mga o'tadi u. Chunki siz barter qilyapsiz. Men barterga bir tomondan pul olaman. Siz mendan lubba mashinani tanlang, mayli, umi agar o'sha bo'lsa 34 million 800 ming o'tadi. Menga 1 million pul kerak emas. Boshqa mashinani olsangiz ham aka, shunday barter bo'ladi, ko'ringlarda o'zini pulga beringlar deyman. Bir kishidan 1 million olaman. Bir kishi kelib menga buni sotsa, uni olsa, bundan ham 1 million, undan ham 1 million aka, og'iz yirtaveradi-ku. Men ham nafsim kallaylab ketadi. O'zimni o'zim tiyish uchun bir ikkita o'zimga ham o'zim qonun chiqarib qo'yganman. Agar bir kishi mashinani olib kelib mendan mashina olsa, значит, uni olgan mashinadan pul qo'ymaslik kerak. Shu narsaga rioya qilishim kerak. Beravering, 7 million yomon so'raman, 14 million bo'ladi. 10 ga qiyin. Omon bo'ling, bu ham to'g'ri gap. Ya, men xafa bo'lmayman, nima? Xafa bo'lib, ishim shuku. Narsa to'g'riroq tushuntiraman. Misol 7 million so'raganga juda arzon, hozir men olaman deb kimdir chopib chiqishi mumkin. Ya 7 millionga Matiz berilyaptimi deb. 14 million sotganman. Ha, lekin 14 million puli bor odam kelish kerak men oldimga asliga. Shunday. Bo'ldi aka. Hech bir qilib berasiz. Ya, unday demanglar, savdo-ku bu. Odam nasrlashib ketdi. Ya, kayfiyatni ko'taramiz aka, unday demang. Ya, unga qiyin. Unga o'zini Spark olaman, shuni barter qilaman. Aytolmang, barterga boyagi gap. Qarang, mayli. Mana ham sizni bir yengillik qilib yuboray, hozir o'zingizga ham 7 million yana xarajat qilasiz bunga. 10 demang, nechta qilib berasiz? Bitta gap ayting, men ham bir gapim bor, aytaman, mayli. Bir yoqqa suramiz hamma narsani. 9,5 deng Akmal aka. Men qo'lni bering. 9,5 ga men sotaman, 9 million beraman, mayli. Sizni gapingizni so'ndirmadim. Bormi barakangiz? Baraka. Ha deb gap o'rgatyapsiz, olmoqchi bo'layotgan ekansizda. Bir sizga gapirib qo'yinglar, biz birga gapirib, savdo to'xtatib hayni savdo qiling deb qo'yinglar. Omon bo'ling, mayli. Qayerdan sizniki? Shaxsabыз. Ish nima ishda aka? Ish, mana bratskiga olib beraman. Mashinada o'zi shiydan kuyov bo'ldi. Nasib bo'lsa, hech bitta mashina olib berayaptim, yurdidan. Akmal akam olib boraydi. Ittalab 8 dacha bo'ldi. Omon bo'ling. Niyatni xolis qilib chiqqan ekansiz. Olib sotib qilamiz aka. Olib sotib qilasiz. Qarang, hozir faqat Surxondaryodagi, men bu yerga notarius bor do'stim. Shunday o'tib, onlayn olib sotib qilib keling. Xohlagan mashina sizniki. U Akmal aka sotib oldi, gap qochib ketdi degan joyi yo'q. Aka, men mashinamni sotdim deng bo'ldi. Obzorni aytib ketaman, akalar, eshitinglar. 2007 Matiz polni kraska endi. Polni aslijit bo'lgan, yurganini endi so'rayotmaymiz. Kraskasi ham polni kraska. Prosta chiroyli taxlangan, salonlarini ham zo'r turibdi. 9 million so'mga olindi, 9 million 500 ming so'mga sotildi. Aka, rozisiz a? Yaxshi kunlaringizga buyursin. Do'stim, rozisiz a? Addushi. Bo'l, omon bo'ling.